Assalomu alaykum. Said Zimmerman's class guruhimiz a'zolari, qadrli ustozlar, o'quvchilar, abituriyentlar. Demak, bizning kanalimizga real ekzamenda tushgan savollar bilan bir tashlangan edi. Ushbu savolimizni tahlilini ham ko'rib o'tamiz. Bizda savol quyidagicha edi. Demak, Eta Convention Center. Bu degani, ya'ni anjuman ma'nosida, ya'ni convention degani, demak, anjuman ma'nosida yoki yig'ilish ma'nosida ham ishlatiladi. Anjuman deylik. Ya'ni anjumanga umumiy hisobda 375 ta vizitor kelgan ekan. Ya'ni vizitor degani tashrif buyuruvchi, ya'ni keluvchilar. Zira bizda umumiy hisobda, ya'ni bor degan ma'noda ishlatiladi. Demak, anjumanga 375 ta o'sha tashrif buyuruvchi kelgan, ya'ni each visitor bizda demak har bir visitor located in qilinibdi, ya'ni joylashtirilibdi. Located in degani joylashtirilgan. Hop, demak, A xonaga joylashtirilgan, B xonaga joylashtirilgan va C xonaga joylashtirilgan. If agar one of these visitors, ya'ni bu vizitorlardan bittasi selected at random, ya'ni tasodifiy tanlash, ya'ni kelgan vizitorlardan tasodifiy bittasi tanlansa, the probability of selecting, ya'ni tanlash ehtimolligi qanday bo'ladi? Ya'ni a visitor degani bitta vizitorni, ya'ni located in room A, ya'ni A xonaga joylashtirish ehtimolligini beryapti. Demak, A xonaga joylashtirish ehtimolligi 0.48 bo'lishi kerak ekan. Demak, B xonaga joylashtirish va n probability of selecting a visitor located in room B, mana 0.24. Demak, B xonaga joylashtirish ehtimolligi 0.20 bo'lishi kerak. Endi bizda C xona, demak, how many visitors, ya'ni nechta visitor located in qilingan, ya'ni joylashtirilgan C xonaga. Demak, C xona bizda x deymiz. Endi ehtimollik mavzusiga ko'ra bizda hamma narsaning umumiy qismi birdan iborat bo'lishi kerak, ya'ni yig'indisi birga teng bo'lishi kerak. Shunda 0.48 plyusdan 0.24 plyusdan x'imiz hammasi birgalikda 1 chiqishi kerak. Bizda x ni topadigan bo'lsak 1 minusdan 0.72 ga teng, ya'ni x barobar 0.28 ekan. Hop, mana x'imiz 0.28 chiqyapti. Hop, shunda jami 375 ta vizitor kelgan, undan 0.28 tasi 0.28 qismi deylik, shu 105 taga to'g'ri keladi. Bizda bu javob bilan D javobga to'g'ri keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishlaring mumkin.